alaykum hammaga. Mana hozir Marziyapam video olish qiyin dedilar. Men o'zim olib beraman. Birpasda 3 minut o'tadi. 3 minut o'tishi uchuncha bir-biringizga savollar beringlar yoki tanishtirib chiqinglar. 3 minut o'tib ketadi. Marziyapam hamma taniydi, ginekologimiz bizani. 20 nechidir yillik desa, tajribasi. E'tiboring, tajriba 25 yillik doktorlar hamma bilganlar Marziyapamga boradi o'sha. O'zlari hozir SMM o'rganyaptilar. Lekin men uchun shu SMMga ham vaqtingizni ajratishingiz kerak. Bular Gulirano, bizning kuratorimiz. Hozir mebellar keldi, chiroyli qilib joylashyapti. Mo'jizapam o'zlari. Bular Jamila. Men Jamilani olimpiyasiga rosa yoqdi bugun. Chiroyli ekan. Voy kikinikimi? Chiroyli ekan. Bu yerda bizning bitiruvchilarimiz, bitirib bo'lgan o'quvchilarimiz. Instrumentlarimiz bu yerda turadi, lampalarimiz bor edi, hozir olib qo'ydik. Hop, 1 minut bo'ldi. Anaqa mo'jizaga qarang. Hozir yana 2 minut olsak bo'ldi. O'chiraverasizmi gaplarni? Buchi ko'rinmaydi. Azizani ovuramiz. Aziza yopiq do'stlikka qo'yamiz. Qanday nimalar qildingiz? Bular hozir YouTube'ga video joyladilar. Shorts endi oddiy video ham olib yuruvdingiz-ku. Endi qo'yasizmi? Mana hozir 2 minut qoldida yana 1 minut qo'shmoqchiman. Voy, to'p 3 minut to'xtatmay olasiz. Mana sadoqatimiz bizani. Kitalak nechta prosmotr bo'ldi? 13 minut. Demak, anaqa ekanda sizniki. Hozirgi videoyingiz aktual ekan. Aktual sezon. Aktuallarda tezroq chiqarib beradi. Retseptmidi? Prosmotrchi. Prosmotr. U ham sezon hozir. Ha, yopish sezoni yo'q. 115 ta. Nima zo'r ketyapti. Mo'jizaga 2 minut bo'ldi. Qolganini gapirib 3 minut qilib qo'ying. Bo'ladi. Mana biz ustozimiz Durdonaxon Maqsudova juda ham ajoyib ayollar, ko'ngillari ochiq, juda ham baxtlar, aurasiga umuman gap yo'q. Biz doim energiya olamiz shu qizimizdan. Maqtasangiz video tikilgan. Mana biz darslarimizni olib, juda ham xonamizda yangiliklar juda ko'p. Mana kuratorimiz Gulixon juda ham chiroyli, yaxshi qiz. Ko'ngli ochiqqina, shiringina kelinchaqli qizimiz bor. Yordam beradi bizga doim. Mana gullarimiz qarang, tabiiy gulga o'xshaydimi? Qismi gullarimiz tabiiy gullarimiz o'xshaydi. Bizlar ham turib qachondan beri daraxtlarga qo'yib chiroyli qilib bezatishimiz kerak. Mana chaman bo'lib bitta gullarimiz ochilib turibdi. Ularni ko'nglini ochadigan gullar. Yiladigan. Boshiga shuni qo'yamiz. Mana ular bizga детский massaj juda ham qo'llarga tilla qiz. Juda ham sog'lomlashtirib beradi bolalaringiz. Sadoqat xonim, yaxshi go'zal kunlarda bolachalarimiz xursand qilib, mana prokatga ko'ylachalar berishadi. Qanaqadir bayramlar bo'lsa, shu qizga murojaat qilaveramiz. Ismi Sadoqat xonim. Juda ham saxof ish qiladi bu qizimiz. Mana hamma jarayonimizga yaxshi dars qo'yapmiz. Jamila xonim juda ham yaxshi yordam beradi. Ko'ngli ochiqqina qizlar. Buni Mametga qo'ying.